Mirobod tumanini yaxshi ko'radigan akalarimiz, opalarimiz diqqatiga Risivi bozorchasi bilasizlar. Risivi bozorchasi Magnitni yon atrofidan uy qidirayotganlarimizga bitta yaxshi xonadon topib qo'ydi. 76 kvadrat 3 xonadan iborat bo'lgan aynan shu xonadonimizdan bitta sizlarga obzorini qo'ymoqchimiz. Videoni oxirigacha ko'rib ulgurib qolsangiz, xudo xohlasa mazza qilishingiz bo'ladi. Asosiy eshigidan kirib kelganimizda o'rta koridorimizni ko'rib turibsiz. Eshigidan kirib kelishimiz bilan chap tarafimizga bitta chiroylikkina zalimiz tushyapti. Ko'rib turganingizdek o'zini balkonlarga ham ega holatda. Zaldan chiqqanimizda alohida bu tarafimizga bitta bolalar uchun yotoqxonamiz tushyapti. Aytganimizda 76 kvadrat 3 xonadan iborat bo'lib turgan aynan shu uyimiz. Orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, alohida bitta chiroyli yotoqxonamiz. Va bu yoqqa o'tib keladigan bo'lsak, alohida bitta ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamizni ko'rib turibsizlar, o'ziga 2 ga 6 balkonlari bilan birgalikda. Va yon tarafimizda ikkita razdelli holatda sanuzorlarimiz, hammom, yon tarafda esa hojatxonalar tushyapti. Aytganimizda hozirgi paytda bu uyimiz 76 kvadrat 3-qavatda joylashgan. Mahallani ko'rib turibsizlar. Tinchgina mahalla. Atigi hozirgi paytda $95,000 so'ralyapti startiviy. Nu inshaalloh haqiqatan olmoqchi bo'lgan insonga pastki raqamli telefon qilib aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, kelishadigan joylar bo'ladi. Telefon qiling, okam siz bilan aloqaga chiqib ulgurib qoling.